Bu meselede sebep netice kanunu Müslüman bilen kafir o'rtasida farq bormi? Belki bu sınaq bilan bu jazo masalasi sababdan keyin deyish mumkin. Bugun kunlikka shu masalalarni to'g'ri tahlil qilinmaslik. Musulmonlarning beshiga kelayotgan yoki kafirlarning beshiga kelgan kelmagan bu masala to'g'ri qilinmasligini sabablarining birisi tahlil qilinmasligimiz sabab natija qonunini his qilinmaslik. Bu sebep netice iki xil oldu. İlgilim toxtaldık. Maddi sebep netice kanunu edi, manevi sebep netice kanunu. Manevi sebep netice kanunu bizde Müslümanlık köpeniz biliyordu. Namaz, dua ve başka diyen şey. Ama maddi sebep netice kanunu gelsek, dünyanın asası maddi sebep netice kanunu değil. Mağda Allah'ın bitken kanunuydu bu. Maddi sebep netice kanunu Müslümanlık kafirin arası farkı yok. Kanuniyet okşaş. Kim maddi sebep netice kanunu düşünüp, şunun uygun halette hareket kıysa, o netice kazanır. Kim maddi sebep netice kanunu düşünmese, anqırmasa, ügenmese, hem hareket kılmasa, onun uygun halette, o mağlup olur, kendini kalır. Bugünkü Müslüman ne için akıl kadı etse, başka aklını köprek işletti, köplek hareket kıldı, köptür işte, netice kazanır. Bu madde okşaş, madde okşaş. Kemilik madde, fiziklik madde, bu madde okşaş. Lekin ağaçlardan qandaq paylanış. Gerçi dinimiz buyurgan bolsun, Qur'oni Karim netçilgan ayetler tashabbus qilgan bolsun, shaxsiy xarakterda, ijtimoiy, davlat xarakterda, hatto boshqa millatlarning madaniy xarakterida ishorat qilgan bolsun, ammo ilm fandiga sal qarash natijasida musulmonlar moddaning qonuniyat kashf qilish sal qardi. Gerçi bir necha asr ilgari dunyoga ustozlik qilgan bolsun, oxirgi 1-2 asrda buni reallikni e'tirof qilish lozim. Bu sebep netice kanunu Müslümanlar cık çekinip geldi. Devlet kanda kuruldu, kanda veyran oldu, millet kanda güllündü, kanda ufuklaydı. Bu kanuniyet Kur'an'ın nurgun işaretler. Nurgun körsetler. İlgirik ümmetlerindeki vakalıkların hemisi bizge sebep netice kanunu keşif kıldı, ibret al ders aldı. Ama abisi ki buna Müslümanlar sel kararlı maddi sebep netice kanunu dedi. Hoş. Şuna bu sebep netice yukarı degenimizde Müslümanlar kafirini ayırmaydı. Kim hareket kılsa netice kazanır, kim hareket kılma ufuklu, oruluk kılsa, mesuliyetsizlik kılsa ziyan tatıdı. Bizden ahvalimiz bunun şahit. Mesela 10-20 yıl, hatta 50-60 yıl bazı milletlerin tarihi karsak, nahayet bitçara halette. Bugün karsak ilgari bir millet göteylik. Aldığını kısaptık. Maddi sebeplerin neticini, sebep kanı düşünüp hareket kılganlık için netice. Ama bunun köngül bölmegen, hurapatlık çömüp ketken, aklını işletmegen, özünün mesuliyet gayesini unutup kalgan bolsa, bu millet dünyanın kendini kalalık, belki mahkumluk aslında takı peşini götüremeydik. Buna misal veriş aciziz. Ama mukafat jaza kanunu gelsek, maddi sebep başka, mukafatla jaza gelsek, Allah'ın Müslümanlık kafir birden kanuniyet farkılık. Mukafatla jaza farkılık. Sebep maddi sebepte okşaş, lekin mukafat jaza birleşte o farkılık. Mukafatda yaxshi adam bo'lsa, yaxshi qilsa, onunki ilg'or natijaga erishadigan. Mas'uliyatsizlik qilsa, onun hisob tatligini bu taraf aniq. Ama bu yerda bu masalada farqlilik dediğimizde musulmon odam jazoga tortilgan bo'lsa, bir musibatga qolgan bo'lsa, nima deb tushunadi musulmon odam? Menga mushu musibat kelgan bo'lsa, buning sababi menda. Mening bir ketkizib qo'ygan yerim bor. Mening bir xatolik o'tkazgan yerim bor. Mening bir mas'uliyatsizlik qilgan yerim bor. Shuning uchun Alloh taolo meni mush ish bilan jazolaydi deb tushundi. Musulmon jazokasi. Ammo kafir bo'lib qolsa, u Alloh ishonmaganligi uchun Alloh meni kafir bo'lganligim uchun, osiylik qilganligim uchun jazoladi deb unda qaramaydi. Ikkisidan farq. Uning ustiga Alloh taolo kafirga muhlat berdi, lekin musulmon muhlat bermaydi. Farq. Nima uchun musulmon muhlat bermaydi desa, kafirga muhlat bergan bo'lsa, o bir tövbe qilamiki, hidoyat yo'lini topamiki, bir kundan qilib to'xtamay tashabbus qildi, ogohlantir chaqir. Ammo mu'minga, musulmonga sen haq yo'lni bilib turib, dalil faktga egolab turib, yo'l xaris egolab turib, yana aynda o'rinliq qilib, susq qilib, bo'shanlik qilsan, nima sana muhlat? Shu muhlat berilmaydi. Uning ustiga Alloh taolo bir mu'min xatolashgan bo'lsa, uningga takrar sinash orqali ogohlantirib, uni paklab turdi. Shunga musulmon bir sınaqqa duch kelsa, bir musibatga duch kelsa, nima uchun bunda bir jazoga duch kelamiz? Nima uchun musulmonlar bu xafalık qiladi? Nima uchun bu kafirning beshiga kelmagan musibatlar bizning beshimiz keldi desa, xato qilgan bo'ldi, to'g'ri qilmagan bo'ldi. Xo'sh. Nima ish qilsa? Chunki bir musulmon yoki bir jamiyatga musulmon yoki bir millat bir musibat yo'liqqan vaqtida nima uchun kafirning beshiga kelmay bizning beshimiz keldi deb savol so'ramasdan biz nima ish qildik? Xatolikni nada o'tkazdik? O'zimizda qanday tuzaymiz?
Bu xatolikdan chiqish yo'li nima? Allohni bizning ranjitgan yerimiz nima? Mas'uliyatimiz nima deb bu vaqt izlanish lozim. Ammo afsuski bugungi kunlikda ko'plagan qarindoshlarimiz bu savolni qo'ydi. Nima uchun kofirlarning beshi kelmay bizning beshimiz yiltilgan dedi. Lekin mas'uliyat nuqtasida shaxsiy va ijtimoiy tarafdan u vaqtda gap qilgan o'ynamaydi. Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, bir millatningki zavolliqqa duchor bo'lishi, bir jamiyatningki mahkumlikqa duchor bo'lishi bir qanchalar sabablarga bog'langan. Masalan, bularning qatori zulm. Bir jamiyat zulm avjagan bo'lsa, o jamiyat mahkumlikqa duchor bo'ladi. Qur'oni Karimda Fatilka buyutuhum xaviyatun bima zalamun. Bularning uylari, yurtlari, shaharlari, mahallari, davlatlari hammasi vayron bo'ldi. Sabab nimasi? Zulm sababidan. Jamiyatimiz qarab boqaylik. Bir-birisi qilayotgan zulmlar, baylarning kambag'allarga yana birisiga, aniki ayolga, bir jamiyatniki yana bir jamiyatga, bir mahallaning yana bir mahallaga qilgan bu zulmni qarab boqaylik. Bu nega boshlab borsa, davlatning qo'ldan ketishiga, millatning vayron bo'lishiga boshlab. Eng chong zulm. Biz zulmning turdi biroz ochimi. Yana birisi millat va jamiyatning beshig'i keladigan xafalık musibatning yana birisi mas'uliyatsizlik. Ya'ni ig'ir xatoliklar. Allohning ko'rsatmasiga osiylik qilishdan iborat mas'uliyatsizlik. O'zininki majburni to'lamaslik bu mahkumlikdanki yoki ig'ir musibatning sababi. Qultum anna haza qul huwa min anfusikum. Nadin qildik bu xafalık hadise? Sababchisi o'zingdi. Fabima kasabat aydikum. Sizlar xafalık yetgan bo'lsa sababchisi sizlar. Ishni to'g'ri qilmaslik, Allah buyurgan bo'yicha mangmaslik, hurullik qilish, mas'ulni to'lamaslik, ilm o'rganmaslik, ma dunyoning qonun bilansa uning izlanmaslik, hamkorlashmaslik iborat bu shunday mas'uliyatsizlikning xulosasi. Bu mu nega bor desa bir jamiyatningki, bir davlatning, bir millatning vayron bo'lishiga boshlab bor. Yana shuning bilan buningda chiqqan bir debdi xato ish bilan mas'uliyatsizlikni, asosiy zulm va o'ziniki majburiyat, mas'uliyat to'lamaslik. Xo'sh. Bu vaqtda olimlardan Ibn Taymiyaning shunday bir so'zi bor, naql etsak, balki ortiq kelmaydi. Allah adil davlatga, ya'ni o'zining xalqiga adil muomala qilgan davlatga garchi kofir bo'lsin yordam berdi. Sabab natija qonuniyati bo'yicha Allah bekitgan muqim qonuniyati o'g'irlik uchun davlat bo'lmasa bir davlat. Davlat kofir, davlatimiz kofir. Lekin ish harakatlarini qanday yapmag'idi bo'lsa, hokimlar fuqarolarga zulm qilmaydi bir-birisi. Garchi munkar ish bo'lgan bo'lsin. Davlatning umum sistemasi, ijtimoiy munosabat adolatlan bo'lg'achqa Alloh taolo uning mush dunyodagi ishlarni yurishtirib berdi dedi. Uning muvaffaqiyat berdi. Chunki adolat yo'lida tanlaganlik uchun kofir bo'lsin. Xo'sh. Endi Alloh taolo zolim davlatga garchi musulmon bo'lsin, uning yordam bermaydi. Davlat musulmon bo'lsa musulmon, ya'ni jamiyat musulmon, ammo hokimiyat zolim, hokimiyat mustabid, xalqqa zulm qildi, musulmonlar zulm qildi, boshqalar zulm qildi. Bu musulmon bo'lsa, u zolim bo'lganligi Alloh buna yordam bermaydi. Bu yuqorqi oyat karima va payg'ambar alayhisalom nurg'un ko'rsatmalar bilan yakunlangan bir xulosa. Demak, bu yerda zulm jamiyatningki, millatningki, davlatningki qo'ldan ketishningki eng chong sabablardan birisi. Endi xulosalag'ancha zulm ikki turlik. Birisi odamiylikdan chetlagan zolimlar, mustabidlar va diktatorlar va tajovuzchilar. Buni hammaylar. Yana bir zulm bor. Zulm oshkora, uni qarshi turish ro'yiga bo'lsa, yana birisi nafsimizdan iborat zolim. Xato ish tashabbus qilgan, mas'uliyatdan qochirdigan, majburiyat ruhini to'nig'in o'namaydigan, zolim bilan apoq-chapoq bo'ldigan, Allohning aniq ko'rsatib buyurgan bo'lsin, bir qismini olib, bir qismini og'ini o'namaydigan, bar dushman mesela shaytonni fattahizu aduva. Maslarning dushmanlar yaqin kelmanglar desa, dushman nima? Shayton bo'lsin, og'in tuta oladigan bu xil zolimlik. Demak, bu yerda zulm mavjud bo'lgan ekan, u millat nimaga mahkum desa, xafalikqa mahkum. U jamiyat nimaga mahkum desa, zulmga mahkum. Demak, o'zimizdan, atrofimizdan zulmni tugatmoqcha adolat qilib kelmaydi.